Hayırlı irteler, isen misiniz? Beyram bugün. Beyram bilen sizni. Tebrikleyimiz. Hem elbette indi Zülfiye sizin jırlar yazganını bileydik, motor jırlar indi hit qaylanganları da var. Emine bulay gimn yazıp qararga degan umtuluş nişik tudu ol? Gümürde de gimn yazırga xiyalım yok idi, tilagim de yok idi. Ne ilfaq bulmasa min gimn yazmasam. Şulay tip. Etergiş birdi. Etergiş birdi. Ama nindi gimn turunda siz bara bir neşe siz ilfaq. Biz ana başında o gimn bulur deb uylamagan edegende. G'invar ahırında til yılı bitin yıl başında bik naqı söylenildi. Bir günü yuqar aldından tünne kileyin şunday til uylar. Şunday uy kelip düştü de yatkan жерine секіріп тұрып şiir yazdım da metem to'xtali yazdırıp qarayıq әлі. Andan alda biz indi teatrda bilekegine şuşa til yılına bağışlangan şiirlerini videoga yazadırıq. Zülfiye apa bilen yazdırıp qaradık da qaram etem Zülfiye apa şunday жеңілгіне. Elfak yazdırabız dedi de eng birinchi şunu yazdırıp qaradık şiirini. Qara, metem bu jirni da berip qarayman Zülfiye apaga. Çünki men buning oxirina qadar borib jeterine büyük tag'in ishonmagan edim. İşlep qarayıq, barıp çıksa eybet bola. Barıp çıkmazsa yarar indi. Biz bir teatr dünyasında qoynarбыз деп indi. Şundan soң bu şiir tudı, nege teatrga jigirip bardым ekinchi kuni erten Şamil abay var indi bizning Farhadinov. Onun aytam ol yozuvchi bo'lg'achdan ayda tuzatdik deb ol azrak fikrlarni o'zga almashdik da Zülfiye apani tutib olib shunda teatrda janda aytam Zülfiye apa sirtib kina aytam. Tege hali ishlanmagan ishni qishqirib jirib bo'lmaydi. Mana shu shunday ideya bor. Til yılını ayda bir jir yazib qarayıq hali. Bizning teatr artistlari bilan jirlarga aytik tege bayramlar ko'p bo'lar, rahatlantirib sahna o'tirib, zal o'tirib jirlar biz belkim şunday etip andan soң biren indi joy şaqsa belkim klip etip televideniyega, Instagramga, YouTube'ga da kirtiribіз meytem. Xiyallandık indi. Şundan soң Zülfiye apa ayta, ne dey, yarı ilfak işlep qararбыз indi dedi de, öyle ol da bek işanış bilen şunduk alınmadı. Lakin men de сөйлештік bir ne kadar vaqt o'tdi, meytem yarar bolar mı yok mu? Kim bilgen? Yo'qdir endi ko'rasiz Zülfiye apaning vaqti bo'lmadi oxirisi bir 2 atna o'tkashdan boshqa ishlar bilan endi movuqqanim Zülfiye apa keldi. Ilfaq biz tun o'tiribdi, Gulshashak opam bilan azrak shiiringning so'zlarini o'zgartib jir yozdik dey. Gulshashak Hafizova. Gulshashak Hafizova. Ondan so'ng endi Gulshashak opam bilan ishtirashib sevishganim Gulshashak opa nechagarak yozding? So'ngda uyda oshar g'azilab o'tiram dey. Zülfiye kelib kirdi dey, krужкасын tutib dey. Krужкасын notsin tutdi da dey, mening pianinoga kirib o'tirdi. Anda sintezatorlar bor ekan. Mana men jir yozdim. Alar betindi ko'rshiragina, men yiroq ayda men azrak shiiri to'g'ri kelmay, birozini yotib bitmay, so'zlari kiyga yotib bitmay. Gulshashak opa kulib aytdi, men butun ishimni tashlab, biz tunni bo'yi jir ijod etdik dey. Shunga ko'ra endi avtorlari Gulshashak opa ko'proq tuzatgandir endi. Ideyasi g'ana mening ideya. Ondan so'ng alar shunday qizib ketib, alar mana shu tege balakegina boshlangan yumorlam zo'raydi da ondan Zülfiye apa jin sızganib, şunu bizning teatr artistlari bilan 4 tovushqa bo'lib, alarni repetitsiyaga jiyib, ondan har birisi bilan ishlab individualda ishladi endi ularni. Bek maqtadi. Xor boshqaruv deganda Hafizov, Zülfiye Vali ve Gulshashak Hafizova shilbirni davom etdik. Shilbirni davom etdik. Chunki onday bilasizmi, mana nechikdir u ko'kdan ingan bulasi ish bo'lsa, amin degan soatga to'g'ri kelsa, onları tortila başlıyor. Şunun hatlı talantlı matur kişiler. Resim Fasihov bizge aranjirovka yasadı. İz gitmeli. Şunday matur aranjirovka yasadı. Onları İlyas Kamal orkestri bilen koşuldu. Xor degenden men bit indi birinchi bilimim menim xor jetakchisi. Şuna ko'ra meni bit hukumat 4 yil bo'yina o'qitdi shu ishga. Mana shu ishni esga tushirib, tog'ini notalarni shu kuyni 4 tovushqa solib, alt tenora, baslar, sopranlarga bo'lib, partiyalarga bo'lib, matur etib bizning teatrimizning truppasi, shuni hatli salatli, talantli artistlar 4 tovushqa shu gimni matur etib jirlab, g'ururliq, mana menim uchun zo'r g'ururliq. Ishlarda bekni qo'ynaydir etega, teatrning o'z turmushi bor bit. Shulardan qolib butunisi jiyilib, tovushlar bilan repetitsiyalar yasab. Bugun bu asar Alloh bersa, xalq oldida boshqarilacak. Bugun xalq oldida boshqarilacak, prezident qarshısında boshqarilacak. Amin. Ni opera teatrында Abdullah To'qay premiyasi laureatlari qutlaganda şul жерni boshqaramiz biz. Demek debüt bulacak sahnada birinchi topqir. Birinchi topqir debüt. Davomli bo'lsin, bereketli bo'lsin, bütün dunyoga taralsın, tatarlarga taralsın edi bu. Amin inşallah. Biz endi Zülfiye Valiyeva hem onun ijoddoshlari ishlagan bir nashar bo'lmasdir deb o'ylaymiz. Davomli bo'lar deb o'ylaymiz. İnşallah sizga ijodiy yo'nalishlar, mana shunday qo'ynar suyunishlar, ijod suyunishlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat.